Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar. Bugun ikkinchi kunimiz, sayohatimizning ikkinchi kuni. Biz hozir Turkistondamiz. Magistral yo'llarda chiroyli qilib hotellar, har xil dam olish joylari bor ekan. Hozir bularni sizlarga mana furalar hammasi dam olishar ekan, nari tomonda ham. Benzinlar 95 254 tanga, 92 195 tanga. Juda ham arzon ekan. Biz 30 ta qo'ydik. 6000 tanga bo'ldi. Bu bizni pulimizga 150 ming bo'ladi. Bizda super mashinamiz bu bilan 900 kilometr ko'rsatyapti. Hozir mana ertalab yo'lga hozirlik ko'ryapmiz. Bomdod namozlarini o'qib oldik. Avtomobil aksessuarlari, hotel. Yo'lda qolib ketmas ekansiz. Trassa juda ham chiroyli. Yo'lga 110 kilometr tezlik qo'yilgan. Avtopilotni yoqib 110 ga qo'yib ketaverasiz. Mashina ko'p emas. 110 da hech kimga xalaqit bermasdan bemalol ketsangiz bo'ladi. Bu yoqqa kelgungacha kichkina ko'chalarda ham yurdik. Shuning uchun ancha vaqtimiz ketdi. Bugun Xudo xohlasa biz Atiroy degan shaharga boramiz. Bu yerdan 2000 kilometr. 2000 kilometr bilan ana shu shaharga yetib olsak, bu Kaspiy dengizni bo'yidagi shahar. Kaspiydan keyin u joydan keyin Rossiya chegarasiga o'tiladi. Rossiyani Vladikavkaz, Volga bo'yi tomonlariga o'tiladi. Xo'p, tamojnadan mashinaga nima qilish kerak degan undaqalarga savollar bo'lgan. Bularga men hozir mana shunaqa dokument qilinar ekan. Mana bu tamojenniy deklaratsiya. Hamda Qozog'iston yo'llarida yurish uchun straxovaniya qilinar ekan. To'lovlari bor, unaqa ko'p emas. Hammasi qisqa bo'ladigan ishlar ekan. Sayohatimiz davom etadi. Bizni kuzatib boringlar. Gostinitsamiz bir kechaga kishi boshiga $10 bo'ldi. Dushlari bor, choy damlab ichishga sharoitlari bor. Bemalol ovqatlanib olasizlar. Cho'milib netib ovqatlanib olish mumkin. Xudo xolasa bugun 2000 kilometr yoki 1500 kilometr yuramiz. Gostinitsada bepul Wi-Fi bor ekan. Shundan foydalanib uydagilar bilan gaplashib oldik. Biz sim karta olmadik. Olish kerak ekan. Chunki yo'lni ko'rsatadiganlarimiz ishlamay qoldi. Yo'lda so'rab topib oldik.
Keyingi videolarda uchrashguncha xayr.